Muallif Xayrulla Kamolov. Ritsarlik orzusi va islom. Oradan bir hafta o'tdi. Qirolicha hazratlari shahardan tashqariga sayrga chiqishga qaror qildi. Saroy mulozimlari hamrohligida yo'lga chiqishdi. Ammo kech kirib, markaziy ko'chalarda tirbandlik yuzaga keldi. Qirolicha sabrsizlik bilan mashina oynasidan tashqariga qarab dedi: "Xizmatkorlar, sokinroq, kamroq qatnovli yo'ldan yuringlar." Mulozimlar darhol amrni bajo keltirib, kortejni shahar chekkasidagi tor, ammo ravon yo'lga burishdi. Yo'l bo'ylab ketishar ekan, osmon to'satdan gumburladi. Momaqaldiroq yangradi. Shamol ham tezlashdi. Qorong'u bulutlar orasidan chaqmoq chaqib, asta-sekin mayin yomg'ir tomchilay boshladi. Qirolicha derazadan yomg'irga termilib, ohista jilmaydi. "Ajoyib havo", dedi u. So'ng u mulozimlariga qarab, yo'l chetidan piyoda sayr qilmoqchi ekanligini aytdi. Mashinadan tushdi. Mulozimlar darhol katta soyabon tutishdi va uning ortidan yurishdi. Ular yo'l bo'ylab sekin yurib borishar ekan, yo'l o'rtasidan ildizi bo'shashib, yiqilgan katta bir daraxt qatnovning yarmiga to'siq bo'lib turganini ko'rishdi. Shu payt qarama-qarshi tomondan bir skuterda ketayotgan kuryer to'satdan to'xtadi. U skuterdan tushdi-da, haydovchilarga xalaqit berayotgan singan daraxtni yo'ldan olib tashlashga urina boshladi. Ammo kuchi yetmadi. Buni uzoqdan kuzatib turgan qirolicha mulozimlariga qarab dedi: "Hoy, 2 kishi boringlar-u, ana u yigitchaga yordam beringlar. So'ranglar, nega u bunday qilmoqda?" Buyruq bajarildi. 2 mulozim darhol yigitga yaqinlashishdi. Yomg'ir tomchilaridan shalabbo bo'lgan, yenglarini shimargan yigit daraxtni surishga urinardi. Ular unga yordam berishdi. Uchovlon daraxtni yo'l chetiga olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi. Shunda mulozimlardan biri yigitga yuzlanib so'radi: "Nega bunday qildingiz? Axir o'zingiz ham boshqa yo'lovchilar kabi aylanib o'tib ketishingiz mumkin edi-ku." Yigit boshini ko'tardi. "Yo'q janob", dedi u sokin, ammo qat'iy ohangda. "Dinam bunga yo'l qo'ymaydi. Odamlarga ozor beradigan narsani yo'ldan olib tashlash bu savob amal. Bizning iymonimiz shunday o'rgatgan." Qirolicha bu so'zlarni eshitib bir lahza sukut saqladi. Yomg'ir ostida u yigitning ko'zlariga qaradi. Ularning tiniqligida bir ishonch, bir poklik bor edi. Shunda u yuragidan o'tganini yashira olmadi. "Ajab", dedi u past ovozda. "Demak, haqiqiy buyuklik sultonlikda emas, balki inson qalbidagi ezgulikda ekan." Qirolicha chuqur o'yga toldi. Demak, u shunchaki o'z manfaati uchun emas, boshqalar foydasi uchun shunday qilgan ekan, dedi u mayin ohangda. O'zini emas, boshqalarni o'ylash haqiqiy jentlmenlarga xos xislat, deya so'zini davom ettirdi hayrat bilan. Sayr tugagach, qirolicha saroyga qaytdi. Ammo uning xayolidan o'sha kuryer yigit ketmadi. Tun bo'yi u Albertning so'zlarini, uning samimiy va sodda qiyofasini eslab chiqdi. Ertalab tong otishi bilan qirolicha qat'iy qarorga keldi. Bu yigit oddiy kuryer bo'lsa ham, aslida chinakam ritsar. Uni topishim kerak. Chunki qirollik saroyi aynan shunday halol va jasur yigitlarga muhtoj, dedi u qat'iy ohangda. Shunday qilib u mulozimlariga buyurdi: "Kecha o'rmon yo'lida ko'rgan o'sha kuryerni topinglar." Oradan bir necha kun o'tdi. O'sha paytlarda Albert odatdagidek restoranlarga buyurtma yetkazar,
har kuni hayotining tinch oqimini davom ettirardi. Bir kuni u restoranga kirib keldi. Skuterining kalitini cho'ntagiga solib ulgurmasidan hamkasblaridan biri kulimsirab unga murojaat qildi. "Ey, qayerlarda yuribsan? Seni xo'jayin rosa so'radi." "Tinchlikmi o'zi?" dedi Albert hayronlik bilan. Ichida esa nimadir g'ashlik uyg'ondi. "Bor, tezroq kir xo'jayin kabinetiga. Seni kutishyapti", dedi hamkasbi sirli ohangda. Albertning yuragi gupillab ura boshladi. Nahotki biror xato qilib qo'ydimmi degan o'y xayolida aylanardi. U asta-sekin kabinet eshigini ochdi va ichkariga qadam qo'ydi. Xonada xo'jayini stul ortida o'tirgan, ikki yonida esa kelishgan, bashang kiyingan ikki kishi turardi. Xo'jayin jilmayib, biroz hayajon bilan gap boshladi. "Mana shu yigit bo'ladi, Albert." Yonida turgan kishilardan biri unga bir qadam yaqinlashdi va salmoqli ohangda dedi: "Janob Albert, siz biz bilan ketasiz. Qirolicha hazratlari shaxsan siz bilan uchrashishni istaydilar." Albert qulog'iga ishonmasdi. Go'yo tush ko'rayotgandek edi. Nahotki mendek oddiy bir kuryer yigit bilan qirolicha ko'rishmoqchi, deb o'yladi u hayron bo'lib. So'ng uni qirolichaning hashamdor mashinalaridan biriga o'tkazib, saroyga olib ketishdi. Yo'lda ketib borarkan Albert tushim emasmi ekan deya o'zini chimchilab ko'rdi. Ko'rganidek tush emas. Nihoyat Albert qirolicha bilan yuzma-yuz uchrashish sharafiga muyassar bo'ldi. Suhbat chog'ida hazratlari oliylari uning oilaviy ahvoli bilan qiziqdi va agar xohlasa harbiy xizmatni borib kelsa, uni saroyga biror kichik lavozimga ishga olish mumkinligini aytdi. Albert oddiy, samimiy so'zlar bilan ota-onasi haqida gapirib berdi. Bir necha kundan so'ng qirolicha maxsus marosim uyushtirdi. Albertning ota-onasi ham saroyga taklif qilindi. Ularning ko'z o'ngida tantanali ravishda qirolicha Albertga ritsarlik unvonini topshirdi. Oddiy bir yigit endi mardligi va pok qalbi bilan bunday oliy darajaga erishdi. Marosimdan so'ng hayajonga to'lgan Albert otasining oldiga yugurib bordi. "Bir musulmon kishining oddiy amalini takrorlab, men azaliy orzumga erishdim", dedi u. "Demak, aslida unvonga men emas, o'sha inson haqliroq." Shu fikr bilan u musulmon kishining uyiga bordi va bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Haligi odam yigitning soddaligini ko'rib jilmaydi va dedi: "Mana, ko'rdingmi o'g'lim? Bizning dinimizda ixlos bilan qilingan har bir amal ham dunyoviy orzularingga yetaklaydi. Agar islomni chin yurakdan qabul qilsang, nafaqat bu dunyoda, balki narigi dunyoda ham saodat topasan." Albertning yuragi larzaga keldi. Rostgo'ylik, hayo, mardlik, bunday go'zal xislatlarni o'zida jamlagan din yomon bo'lishi mumkin emas, deb o'yladi u. So'ng rozi bo'lib, shahodat kalimasini aytdi va musulmon bo'ldi. Hamsuhbati bo'lgan kishi unga Ahmad deb ism berdi. Uyiga qaytgach, ota-onasiga hammasini bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Musulmon oilada tug'ilgan farzandlar ota-onasiga mehribon bo'lishlari haqida eshitgan edi. Shu sababli u o'zining musulmon bo'lganiga qarshilik qilishmadi. "Mayli, o'g'lim, o'zing bilasan", deb ota-onasi rozi bo'lishdi. Oradan kunlar o'tdi. Bir kuni musulmon kishi Ahmadni uyiga chaqirtirdi. U biroz hayajon bilan gap boshladi. "O'g'lim,
bir narsa anchadan beri ko'nglimni qiynaydi. Biz bu shaharda oilamiz bilan yolg'izmiz. Qarindoshlarimiz uzoqda. Qizimning ham bo'yi yetib qoldi. Vaqti kelganda uni iymonli, halol yigitga turmushga berib, bo'ynimdagi omonatni bajarishim kerak. Ukajon, men sizni qizimga kuyovlikka munosib ko'rdim. Ahmad bir lahza hushini yo'qotgandek bo'ldi. Nahot o'sha bir marotaba ko'rib, oshiq bo'lgan qizi haqida gap ketmoqda. Nahot o'sha bir marotaba ko'rib, oshiq bo'lgan qizi haqida gap ketmoqda.